Qadrlik anglagıchi do'stlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tungi anglashimizda dunyo tanlıq yozuvchi Helen Kellerning Ko'zim 3 kun echiz edi nomli asarining 9-qismini anlatib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qanamsiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. Doktor Oliver Wendell Holmes bilan ko'rishgan chog'dagi ishlar shunday qiynab esimda. Başbahar kunlarining biri. Bu bir yashin kun tushdan keyin Sullivan xonim bilan meni uyiga chaqirdi. O chog'da men so'zlashni yangi o'rgangan edim. Eshikdan kirishimizga bizni o'zining kutubxonasiga boshladi. U o'choq oldidagi yo'lanchilik o'rindiqda o'tirgan ekan. O'choqda charaslab ulug' o't kuyib U men o'tgan kunlarimning aslimasiga cho'kib o'tirib ketibdiman, dedi. Yana Charles daryosining shivirlashidan sama bo'lyapman-da. Men boshqani so'radim. Shundaq, dedi u. Charles daryosi menda nurg'un go'zal asmlarni qo'zg'aydi. Kutubxonadagi basma hidini sezib, bu yerning kitob bilan to'lganligini bildimda, tabiiy yo'sinda qo'limni o'zitib kitoblarni izladim. Barmoqlarim nafs muqovlangan bir kitobga tegdi. Sullivan xonim bu kitobning Tennysonning she'rlar to'plami ekanligini aytib berdi. Men buni she'rni deklamatsiya qilishga boshladim. Ah, dengiz, ur o'zingni urun. Kulrang xadi teshingga urun. Qo'limga yosh tamsi tamg'anligini sezib deklamatsiya qilishdan to'xtadim. Suyimli shoirning bu she'rni anglab ko'z yosh qilganligidan bo'lakcha bir xil bo'lib qoldim. U meni yo'lanchilik o'rindiqda o'tirg'izib, turli qiziqarli narsalarni ko'rsatdi. Uning talbiga asosan o'zim nayt yoqtiradigan So'laqdagi Shatodi nomli she'rni deklamatsiya qildim. Keyin uning bilan bir qancha qitim ko'rishdim. Men uning she'rlarini emas, uning fazilatlariga qoyil edim. Doktor Holmes bilan ko'rishib uzoq o'tmay, Sullivan xonim ikkimiz Merdimelik daryosi bo'yidagi pinhon uyga berib, Betini yo'qoldik. Bu yozning nayt ochiq bir kun edi. Betining muayyin, silliqligi, to'limi atrofliq va ajoyib so'zlari meni cho'nqur ta'sir qoldirdi. Uning ko'pincha matbalik bir she'rlar to'plami bor ekan. Uning ichidan o'quvchilik davrim degan bir she'rni o'qidim. U mening shunchalik to'g'ri talaffuz bilan o'qiganligimdan so'yinib ketdi va men faqat qiynalmay ochiq angladim, dedi. Uningdan bu she'r haqida nurg'un savollarni so'radim hamda qo'limni uning beviga qo'yib javobini oldim. U bu she'rdagi o'g'il bolaman, qiz bolaning ismi Salli, dedi. Qolgan tafsilotlar esimda qolmabdi. Men yana Tangriga madhiya degan she'rni o'qidim. Oxirgi misrani o'qiyotganimda u qo'limga bir qo'lning haykalini tutqizib qo'ydi. Go'yo farishtalar Peterni so'laxonaga olib manganda badandagi ko'z kishanlar ajrab tushib ketganga o'xshash zo'ng o'ltirgan bu qo'lning kishanlarimi sanglab turadi. Keyin u bizni kutubxonasiga boshlab kirdi. Sullivan xonimning xizmatiga opirin o'qish yuzasidan uningga o'z qo'li bilan beg'ishlab yozib berdi. Andan menga u qalbingizni ozodlikqa erishtirgichi, dedi. Mangdigan chaqda u bizni darvozaga uzatib chiqdi. Mehri bilan peshonamga suyib qo'ydi. Uningga kelar yili yana yo'qlab kelishga va'da berdim. Afsuski, yanturqi yili u vafot bo'lib ketib, va'damni ishga oshira olmadim. Yana nurg'un qadinaslarni men tilga olmay tura olmayman. Edward Everett Har shularning jumlasidan bo'lib, uning bilan 8 yoshimda tanishgan edim. Yoshim cho'ngaygan sari ikkimizning do'stligi texmi cho'nqirlashgan. Onunğa bo'lgan hurmatim oshgan edi. U nayt bilimlik hamda bakma oq ko'ngil saxovatchi. Sullivan xonim ikkimizning beshimizga kun tushganda soyvon bo'lgan qadrdon do'stimiz edi. Uning qudratlik, sehiy qo'llari bizni nurg'unlagan qiyin xatar va mushkulotlardan o'tkazgan edi. U cheksiz mehr shafqati bilan koni diniy aqidalarga yangi ma'no berishdi hamda kishilarni qanday e'tiqodda bo'lish, qanday yashash va erkinlikka qanday intilish va uni qanday qo'lga keltirishga yetakladi. Davlatni suyish, insonlarni suyish, tirishib-tirmishib yaxshi turmush kechirishga intilish jihatda u ko'plab tashviqot, targ'ibot, tarbiya bilan shug'ullandi. O'zi amalda ko'rsatib, hammaga ulgu bo'ldi. Shunga uni butun insoniyatga do'st bo'ldi desak, qilcha oshirayotgan bo'lmaymiz. Tangri uni o'z panohida saqlag'ay. Kitobimning bosh tarafida doktor Bill bilan tunji rat ko'rishgan chog'dagi ahvollarni yozgan edim. Bu yerda bayon qilmoqchi bo'lganim shuki, keyin ba'zi Washingtonda, ba'zida uning uyida nurg'un kunlarni uning bilan shod-xuram o'tkazdim.
Uning uyi bir uytun tumshiq arildagi bir pinhan uy edi. Vananing kitobida tilga ilinganlik sababli xili danq chiqqan Bendik kenti ular qo'shni keladi. Men doktor Bellning tajribaxonasida ulug' Biris daryosi qirg'oqlaridagi etiz dallarda uning o'z tajribasi haqidagi bayonlarini zo'r qiziqish bilan anglab xo'shalliqqa cho'mgan edim. Uning bilan birga laylak uchratdim. U menga laylak uchirish orqali alayda kontrol qilish usulini bayqashni umid qilganligini aytgan edi. Har taraflama fanni pishiq bilgan doktor Bill ma'lumotli ustoz kabi odam bo'lib, u mujmal nazariyaviy bilimlarni sizga intayin qiziqarli, jonliq tasvirlab kishida zo'q ishtiyoq qo'zg'aydi. U sizga ko'proq vaqt sarf qilib tirishsangizlar boshqacha bir odam bo'lganligingiz, bir olimga aylana oladiganligingizni his qildiradi. Uning so'zlaridan yumoristik ruh, mo'l she'riy hissiyot ifodalanib turadi. Kishilarga to'limi oq ko'ngil, mehribon edi. Balalarga nayta amriq edi. U biror gaspalni quchqiga olganda chin ko'ngildan xushal bo'layotganligi bilinib turadi. Bu tarbi odatdagi kishilarga faqatmi o'xshamaydi. Uning gaskachlar uchun qo'shgan to'psini tasvirlab tugatgili bo'lmaydi. Bu to'plar xalq qalbida mangu saqlanadi. Uning ajoyib zo'r natijalari va kuchli ta'siri uning bo'lgan to'lib tashqan hurmatimizni ziyoda qiladi. Nyu-Yorkda turgan 2 yil jarayonida nurg'un dangli kishilar bilan ko'rishdim. Ularning katta nomini xili burunli anglagan bo'lsam-mu, ular bilan yuz ko'rishib baxmagan edim. Ularning ko'pi bilan qadrdon do'stim Lavrenis Xottonning qasrida tunji qitim yuz ko'rishdim. Lavrenis Xotton xotinlarning nafs bezalgan yiqishliq uyda mehmon bo'laligim, ularning kitobxonasini ekskursiya qilaligim uchun o'zimni intayin baxtiyor his qildim. Hamda ajoyib iqtidorliq nurg'un do'stlarning o'zlarining ularga bo'lgan qoyilligi, hurmatini bildirib, xotira qoldirish uchun bu xotinlarga yezib bergan beg'ishlamalarini o'qib zuq oldim. Xotton apandi kishilarning yurakidagi eng esil o'y fikr va his tuyg'ularni uyg'otishga moyil ishgan. Ishqilib, u men taniydigan intayin mard, qo'li ochiq, oq ko'ngil kishi. Shundaqla mening mangu ayrilolmaydigan do'stim. U hamma kishiga, oddiy tuvan tabiqatli kishilarga mo o'xshashla qizg'in odam. Xotton xonimmi samimiy, og'ir kunlarda birga bo'la oladigan sadoqatmand do'st. Uning yardım bo'lg'ashqa nurg'un qimmatli narsalarni o'rganib oldim. Uning yetakchiligi va yardım bo'lg'ashqa oliy maktabda o'qish jarayonida o'rganishda zo'r ilgirladim. O'qishning qiyinligidan bal qo'yayotgan chog'larimda uning xati meni hayajonlantirib, men qaytadan g'ayrat, shijoat, ishonch bag'ishladi. Shunga men davomli olg'a ilgirladim. U yana menga hamma ishning besh qiyin bo'lganligi, zo'r tirishchanlik bilan oldimizga agar to'qay, egiz pas yo'llarni besib o'tsak, keyingi yo'llarning dog'dam, ishlarning oddiy va oson bo'lib ketadiganligi. Agar savarchanlik bilan qat'iy iroda bo'lmasa, qiyinchilik va mushkulotlardan mangu qutulg'il bo'lmaydiganligidek haqiqatni tanitdi. Xotton apandi adabiyot sohasidagi nurg'un do'stlarni men tanishtirdi. Buning ichida mashhur William Deet bilan Mark Twain bor edi. Mark Twain menga o'zining qisqa, ammo esli hikoyasidan 2 parchani o'qib berdi. Uning o'y fikri shunchalik cho'nqur, dono bo'lib, gap so'zlari, yurish turishi boshqalarga faqatla o'xshamaydi. Uning bilan qo'l elishgan chaqda ko'zlarining sirliq tusda ajoyib chaqnab turganligini sezib olatdim. U o'ziga xos tasvirlashga til ojizlik qilgan bo'lakcha bir xil talaffuzda masxar qilgan yoki kishilarning yig'ini ochgan chaqdimi, siz uning yanada insonlarga xayrixohlik qilish ruhiga ega Eliyadek qalbi borligini his qilardingiz. Men yana Edmund Sitman va Richard Watson Gilder apandilar bilan tanishdim. Gilder apandi men o'zining sahrai kabirdan qandoq o'tib, oydinda al-ihramni qandoq sayli qilganligini so'zlab berdi. U men xat yozganda o'zining xat ishganligini asosan silab bilib olsin deb imzosining ostiga amallar yozg'ini o'yib qo'yadi. Bu hol Xil apandining o'zining alaydiligini ifodalash uchun men xat yozgan chaqda imzosini yangi bilan tish usuli orqali qo'ydiganligini esimga soldi. Men yana intayin hurmatga sazovor yozuvchi, eng suyumlik hamda xayrixohlik qilib kishilarning beshini bakslaydigan qadrdon Charles Dodrivana apandi bilan tanishdim. Ba'zilar uni tabiatdagi barliq mavjudotni intayin yaxshi ko'rdi desa, ba'zilar u boshqalarni o'zini suygandekla suydi deb ta'riflaydi.
bir qitim Vana apandi o'rmon shoiri deb chiroyli nom olgan John Berloni apandini boshlab meni yo'qlab keldi. Men ularning nasr va she'r ijodiyatidagi talon iqtidoriga allaburun oprin aylagan edim. Bu navbat ularning muloyim, yiqishliq ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rib, ularning muomala va aloqadagi sehriy kuchini haqiqiy his qildim. Adabiyot sohasidagi bu tangdor katta kishilar jimi jahondan so'zlashatdi. Masalalar ustida keskin talash tortish qiladi. Masalani dal negizigacha so'zlashatdi. Bu holat go'yo Oscar News qahramon Al News'ning keyindan taroz tushmagan qadamlar bilan ulug' taqdirga qarab yurish qilgan o'xshash meni ajabma orqada qoptiman. Boshqalar nada, men nada yuribdiman degan tuyg'uga keltiradi. Men Nyu-Yorkda yana nurg'un qiziqarli arboblar bilan ko'rishdim. Bularning biri Avliya Nikolas Gezdining hurmatga sazovor muharriri Mari Maps Doj xonim. Yana biri Irlandiyaliklar nomli kitobning suyimlik avtori Katie Douglas Wiggin xonim bo'lib, ular doim menga nurg'un chiroyli sovg'alarni, yana o'zlarining o'y fikri aks ettirilgan kitoblar, yuragimga o't yoqadigan, menga ilhom baxsh etadigan yolqinli xatlar va intayin chiroyli suratlarni avatadi. Men doim odam tepib, zerikmasdan bu suratlarni ko'rsatib, men qayta so'z yetkazatdim. Bu yerda yana ikki do'stimni tilga olmasam bo'lmaydi. Bularning biri Petenburglik Vilya Su xonim. Lindistik chaqda biz doim uni uyiga berib turardik. U kishilarga intayin qizg'in muomala qiladi. Boshqalarga yordam qilishni xushallik deb biladi. Onun bilan tanishgandan keyin Sullivan xonim ikkimiz biror ish bo'lsa, uningdan maslahat so'raydik. U to'g'ri topgan o'y fikrni doim zerikmay, terikmay so'zlab turadi. Yana bir do'stim kuchlik, qobil korxonchi. U dana, keskinligi, korxona rahbarlariga xos karomat iqtidori bilan ko'pchilikning hurmati va azizlishiga sazovor bo'lgan. Shundaqla mangmu nurg'un naf yetkazgan. U hamma odamga mehribon, shafqatli bo'lib, saxovatini davron solmasdan jimmida qiladi. Uning ismini bu yerda qayta tilga ilib o'ltirmayman. Uning o'rni sabablik, uning to'g'risida ko'p so'zlasam yaxshi bo'lmaydi. Biroq shuni ko'rsatib o'tmoqchimanki, navoda uning qizg'in hamdamda bo'lishi, yordam qilishi bo'lmagan bo'lsa, men oliy maktabga kirolmagan bo'lardim. Sahiba cheklik bo'lganlik uchun barliq do'stlarimni birma-bir bayon qila olmadim. Amaliyotda ularning nurg'un oliyjanob pok fazilatlarini qalam siyoh bilan to'liq ifodalab berish mumkin emas. Hatto Lawrence Houghton xonim ustida to'xtalgan chaqda qanday qalam tarassam bo'lar deb ko'nglimda xiyli ishkilnish bo'ldi. Ammo umuman qilib aytganda, mening o'tgan shu hayotim mushu do'stlarimdan faqat ayrilolmaydi. Fiziologik ayb nuqson turmushimda zo'r qiyinchilik, cheklim paydo qildi. Biroq bu cheklamalar do'stlarimning menga illiqlik, xushallik beg'ishlashi natijasida asta-asta yili chiqib kichiklab ketib borgan sharchidek holga keldi. Shundaq deyishga bo'ldiki, ular butun kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatib, mendagi ayb nuqsonni normal odamlardan yo'q, ajoyib yaxshi alayda imtiyozga aylantirib, meni Tangri yaratgan kamtuklik ko'langusi ichidan taqdirga bo'yin egmay, qaysarlik bilan bemalol, xushal-xuram holda olg'a ilgirlab, ajoyib go'zal, yep-yangi dunyoga yurish qilib, parlaq quyosh nuridan huzur elish imkoniyatiga ega qildi. Danalarning hikmatlari. Boshqa kun tushganda hamdamda bo'ladigan do'stlar haqiqiy qiyomatlik do'st hisoblandi. Shekspir. İnsanlarga aql farosat baxsh etgan baxt ichida hammadan muhimi do'stlikka erishish. Epkurus. Do'st bajoyiki hayotlikdagi parlaq quyosh nuri. Ibsen. Qadrli anglovchi do'stlar, yuqorida Helenkilerning Ko'zim ushkuli echilsa edi nomli asarining 10-qismini anlatib o'tdik. Davomi keyingi sonda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'inglarga rahmat, xayr xo'sh. Quloq tutingizga dunyo muzaffar taratqusi.
qadrlik anglag'uchi do'stlar, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz tuningi anglashimizda dunyoga taniqli yozuvchi Helen Kellerning Ko'zim 3 gul ejiz edi nomli asarining 10-qismini anglitib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qiynamsiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. 4-bölüm Ko'zim 3 gul ejiz edi. Biz hammamiz kishini hayajonga soladigan ba'zi ta'sirli hikoyalarni o'qiymiz. Hikoyadagi bosh qahramon nihoyat cheklik ma'lum vaqt, ya'ni uzoq bo'lganda 1 yil, qisqa bo'lganda 1 sotka yashaydi. Halbuki biz hamon o'lim bo'sog'is turgan ash kishilarning oxirgi bir qancha kun yoki oxirgi bir qancha soat vaqtni qanday amal-charalar bilan o'tkazganligini qattiq hayajon ilkida payqaymiz. Albatta, men davatqanlar faoliyat doirasi cheklangan, hukm e'lon qilingan mahbuslar emas, balki erkin tanlash imkoniyati bo'lgan kishilar. Bunday hikoyalar kishilarni o'yga soladi. Buning bilan kishilarning agar biz o'xshash sharoitda bo'lgan bo'lsak, qanday qilgan bo'lardik deganlarni bilgisi keldi. Biz chuqur o'lib ketadigan mavjudotlarmiz. Oxirgi minutlarimiz kelganda biz qanday ishlarga yo'liqamiz? Qanday ta'sirotda bo'lamiz? Nimalarni o'ylaymiz? O'tgan ishlarni eslab, qaysi baxtiyor chaqlarni, qaysi pushaymonlarimizni topamiz? Men ba'zida agar biz atil o'lib ketgandek yashaydigan bo'lsak, bu hammadan yaxshi qoida bo'ldi deb o'ylab qolaman. Bunday pozitsiya hayot qadrini kuchli holda ta'kidlaydi. Biz har kun do'stonlik, ko'tarangi ruh va umid orzu bilan yashashimiz kerak. Lekin oldimizda vaqt kunlab, oylab, yillab takrorlanib o'taversa, ko'p hollarda bunday fazilatlarimizdan mahrum bo'lamiz. Albatta, yevilish, ichvilish, vaqtni cho'ng tutib o'ynavilishni angishlar deb bildiganlarmi tepiladi. Halbuki, kishilarning ko'pi Azrailning kelishidan azoblanadi. Nurg'un hikoyalarda taqdiri belgilanib bo'lgan bosh personaj hamisha eng oxirgi minutda tali o'ngdan kelib qutqizib olinadi, uning qimmat qarshida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni, u hayotlik va mangulik ruh qimmatining ahamiyatini texnik aniq tushunib oldi. Ko'pincha hollarda biz o'lim ko'langisi ichida yashagan yoki yashayotgan kishilarning o'zlari qilgan har bir ishga bir xil xushbiroq, tatliq sezim ato qilganligini ko'ramiz. Halbuki, ko'pchiligimiz hayotni muqarrarlik deb qaraymiz. Hamon bir kuni o'lib ketadiganligimizni bilamiz. Lekin u kunni nihoyat yiroqda deb o'ylaymizda, ruhimiz urg'ib turgan. Tenimiz yengil, sog'lom holatda turibmiz. Bunday chaqda o'lim tasavvurimizga sig'maydi. O'limni kamdan kam o'ylaymiz. Kunlar o'zrab, yiroq kelgusiga berib qoladi. Shunga biz qimmat yo'q xizmatlarni qilamiz, turmushga yalqovliq, o'rinliq pozitsiyasida bo'layotganligimizni to'nib yetolmaymiz. Butkul tabiatimiz va sezgi a'zolarimizda o'xshashli yalqovliq aloyidliklar bor deb andish qilaman. Faqat gazlar anglash sezgisini qadrlaydi. Amalar qaytadan yo'riq dunyoni ko'rish baxtidan lazzat ola oladi. Bu xil qarash yashangan chaqda ko'rish, anglash sezgisidan mahrum bo'lgan kishilarga bakrak mos keladi. Ammo ko'rish, anglash sezgisi jihatda ziyon uchirmagan kishilar bu qimmatli sezgi a'zolaridan nihoyat oz vaqtda to'liq foydalanadi. Ularning ko'zi va quloqi barliq manzara, ovozlarni mujmalli qabul qildi. Chunki ular bu narsalarga alohida zan qo'ymaydi. Shundaqla kamdan kam qadrlaydi. Biz taki mahrum bo'lgan qadar barliq narsalarimizdan minnatdor bo'lmaymiz. Taki og'rib beshimiz yostiqqa yetmaguncha sog'lomligimizni to'nib yetmaymiz. Bu azaldan tartib shundoq. Men doim hamma odamning aqliga to'layotgan mezgilda bir qancha kun amalliq, gazli kasallik giribdor bo'lish bir xil baxt. Chunki qorong'ulik uni ko'rish sezgisini texim qadrlaydigan qiladi. Unsizlik uni ovozga yanada xushtar bo'lish va zo'qlanishga yetaklaydi deb o'ylayman. Men hamisha hammani ko'ralaydigan do'stlarimni ular zot nimalarni ko'ralaydi deb sinayman. Bir qancha kunning oldida nihoyat yaqin bir do'stim meni yo'qlab keldi. U yiroqdagi o'rmonlardan o'tib kelgachga uningdan nimalarni kuzatganligini so'radim. Alohida hech nima yo'q deb javob berdi u. Agar men mushningdek javoblarni anglab ko'nmagan bo'lsam, quloqlarimga ishonmagan bo'lar edim.
u o'rmonliqda 1 soat yo'l yuribdi. Ammo diqqat qilishga arzigidek hech qanday narsani ko'rmabdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Men ko'zim ko'rmas odam bo'lsam-mu, tutish sezgim bilan o'zim qiziqadigan necha yuz xil narsani bayqayman. Qiyin darxining siliq postini silab, tabiatning qishliq uyqudan uyg'onganligining birinchi belgisi bo'lgan bixni istayman. Ba'zida bir ikki tal gulning chiroyli, yumshoq teri siziqlaridan ajoyib bir xil yugimni bayqayman. Menimcha, qarg'a yemlari yoki mamluqdek yumshoq tushak kabi baraqsan o'chiblar esil, chiroyli paris gilamlardan bakrak qarshi elindi. Menga nisbatan aytganda, 4 faslga ajoyib ko'rkam manzillar intayin ta'sirli va tugmas teatr bo'lib, uning voqealiklari, ko'rinishlari barmoqlarim orasidan o'tib turadi. Ba'zida yuragim mush narsalarning hammasini ko'rish arzusida yig'laydi. Agar men tutish sezgim bilan mushuncha ko'p shodlikqa erishsam, u holda ko'rish sezgim bilan naqadar go'zal, ko'rkam ko'rinishlar paydo bo'lar, ha? Afsus. Ko'z ko'radigan kishilar dunyodagi turli ranglarda, har xil qiyofatda echilgan gul kabi manzarlarni bo'lishga tegishli narsa deb qaraydi. Balki insonlar mushunday bo'lsa kerak. Ular o'zlari ega bo'lgan narsalarni kamdan kam qadrlab, o'zlari yo'q narsalarga intilgan. Agar men oliy maktabning mudiri bo'lsam, ko'zingizni qanday shiltisiz degan maxsus bir darsni ta'sis qiladi. Bu darsda professorlar o'quvchilarning ularning oldidan o'tib ketayotgan, ammo ular diqqat qilgan shaylarni qanday qilib haqiqiy yuzini ko'rib yetish orqali turmushdagi shodxo'rlikni ko'paytirishni so'zlaydi. Bu dars ularning haqiqatda va orqada qilayotgan tabiatini uyg'otdi. Agar ko'zim ushkuna ichilsa, nimalarni ko'rishni hammadan bek yaxshi ko'rganligimni tasavvur bo'yicha tushuntira olishim mumkin. Men o'ylayotgan chog'da sizmi o'ylab bering. Agar siz ushkuna yo'q jahonni ko'radigan bo'lsangiz, u holda siz ko'zingizni qanday ishlatasiz? Nazaringizni qaysi narsa ustida to'xtatishni kerak o'ylaysiz? Tabiiyki, men imkon qadar qorong'ulik ichida yashagan kunlarimda qadriga yetgan narsalarni ko'rsam deyman. Bo'lg'usi kunlarga kelgan qorong'u kechalarda esingiz tutilish qulaylik bo'lsin desangiz, sizning nazaringizni o'zingiz qadrlagan narsalar ustida to'xtating. Agar ma'lum mo'jiza tufayli ko'zim ushkuna ko'radigan bo'lsa, orqadan qorong'ulik qo'yniq kirib ketsam, bu chog'da men bu vaqtni 3 bo'lakka ayirdim. Birinchi kuni men qalbim, ya'ni do'stning ko'zidan qalbni ko'rish deganning nimaligini bilmayman. Men faqat barmoqlarim orqali bir yuzning ko'pini ko'ralayman. Qaqoqlab kulish, qattiq qayg'urish va boshqa nurg'un ro'shan hissiyotni sezib olalayman. Birinchi kuni men odamlarga qarayman. Chunki ularning oq ko'ngilligi, iliq mehri va do'stligi turmushimni ma'niga ega qildi. Oldi bilan qadrli muallimim Anni Sullivan Matsxinimning yuziga uzundan-uzun qarab olsam deyman. Chunki u men tex kichkina bola vaqtimda oldimda paydo bo'lib, men tashqaridagi dunyoning eshigini ochib berdi. Xotiramda e'tiborlab saqlash uchun faqat uning yuzining ko'ptinini ko'rish bilan bo'ldi qilmayman. Yana uning chehridan esdashlikdan paydo bo'lgan muloyimlik va savrchanlikning iznonlarini tepib tadqiq qilaman. Chunki u mana shular bilan men tarbiyalashdek mushkul vazifani ado qilgan. Uning ko'zlaridan uni qiyinchilik oldida mazmut turg'izgan qaysar mijoz xarakterini ko'rishni. Shundaqla doim menga butkul insoniyatga qilgan xayrxohlikni ko'rishni umid qilaman. Men qalb ayniki, ya'ni do'stning ko'zidan qalbini ko'rish deganning nimaligini bilmayman. Men faqat barmoqlarim orqali bir yuzning ko'pini ko'ralayman. Qaqoqlab kulish, qattiq qayg'urish va boshqa nurg'un ro'shan hissiyotni sezib olalayman. Men do'stlarimning yuzini silash orqali ular bilan tanishgan. Ammo silash bilan ularning xarakterini haqiqiy yo'sinda suratlab bera olmayman. Albatta, ularning xarakterini boshqa yo'llar orqali, ya'ni ular menga ifodalagan o'y-fikr, menga namoyon qilgan har qanday harakati bilanmi egilayman. Tushunaman. Ammo ularni cho'nqiroq tushuna olmayman. Ishonamanki, bunday tushunishga ularni aniq ko'rish,
ularning ifodalagan turli o'y fikri va ahvollarga bo'lgan inkosini ko'rsatish, ularning qarashlari va chiroydagi inkosiga diqqat qilish orqali ega bo'lg'ili bo'ldi. Yenimdagi do'stlarimni bo'lsa, ular uzoq oy yillardan bilan birga bo'lib, o'zlarining har qaysi taraflarini menga ayon qilganlik uchun nihoyat obdan tushunaman. Halbuki, tasodifiy do'stlashib qolganlar qarta menda faqat mukammal bo'lmagan ta'sirotlar bor. Bu muvaffaqiyatni qo'l elishish, barmoqlarimning uchi bilan ularning og'zidan chiqqan so'z jumlalarni tushunish yoki ularning qo'limga bo'sh yuz berganlar orqali erishgan ta'sirot. Ko'z ko'ralaydigan sizlardek kishilar qarshi taraf ifodalamoqchi bo'lgan ma'no va mohiyatni, qarshi tarafning chiroyidagi nozik ifodani, yuz muskullarining titrashini, qo'l ishoratining qanday bo'layotganligini ko'rsatish orqali tezlik bilib olasizlar. Bu naqadar oson, kishini naqadar qanoatlantiradigan ish. Lekin sizlar ko'rishsizginglar bilan bir odamning yuzidagi ifoda alaydiligini tutib olib, yana bir do'stlar yoki tunishinglarning ichki dunyosini ko'rib yiqishni o'ylashdinglarmi yo'q? Yana sizlardan shuni so'rag'im kelyapti. 5 nafar yaqin do'stlarning chiroyini to'g'ri suratlab berasizlar. Buni az bir qismlarla qilolaysizlar. Ko'pinchalar qilolmaysizlar. Men sinab qilib, ba'zi erlardan xotinning ko'zining qanday yangish ekanligini so'rab ko'rgan edim. Ular gangrab ketishdi va bilmaydiganligini e'tirof qilishdi. Tez kelganda debdi. Xotinlar hamisha erlarimiz yangi kiyim, yangi shlapalarimizning rangiga, shundaqla uydagi jihozlar, narsa keraklarning o'zgarishiga diqqat qilmaydi deb qarshaydi. Ko'rish sezgisi bor kishilarning ko'zi atrofdagi shaylarning doimiy holatiga qatlanib qoldi. Ularning ko'zi eng haybat, ko'rkam manzaralarga qaraganda o'rinliq qildi. Sud xatirlarda har kim ko'rgichlarning qanchalik to'g'ri ko'rolmaganligi oshkorlanib turdi. Ya'ni, ma'lum bir voqeani bir qancha guvohchi o'xshash bo'lmagan bir qancha shaklda ko'rdi. Agar ko'zim ishkili ko'ralsa, men qanchalik narsani ko'rgan bo'lardim, ha? Birinchi kuni eng aldirash bo'lgan bo'lardim. Qadrdon do'stlarimning hammasini chaqirib kelib, ularning yuziga uzoqdan uzoq qarab turib, ichki go'zalligini ifodalab turgan tashqi ko'rinishni yuragimga naqsh qilib o'rnatib olardim. Yana nazarimni bir buvoqning yuzi to'xtatib, turmush to'qimishlari paydo qilgan shaxsiy ang shakllanishdan ilgirki orzu, sabiylarcha g'uborsiz go'zallikni tutib olgan bo'lardim. Aldirash bo'lgan birinchi kuni hujramdagi oddiy, kichik narsalarga nazar solaman. Tutum ostidagi kichik gilamning issiq rangiga, tamdagi rasmlarga, uyni oila iliqligiga cho'mdirgan kichik narsalarga qarayman. Men o'qigan amallar yozgan kitoblarga hurmat nazarim bilan qarayman. Shundaqdimi, ko'z ko'radiganlar o'qiydigan bosma shakldagi kitoblar meni teximda qiziqtirdi. Uzoq hayotimning qorong'ulikda o'zim o'qigan va boshqalar o'qib bergan kitoblar saltanatli, g'oyat zo'r mayak bo'lib, menga hayotimdagi va qalbimdagi eng ishkir yo'llarni ko'rsatib berdi. Men ko'radigan bo'lgan birinchi kun tushdan keyin o'rmonlarga berib, ko'zlarimni tabiatning go'zalligidan mast qildim. Bir qancha soat ichida normal ko'radigan kishilarning ko'z oldida hamisha ayon bo'lib turadigan porloq, ko'rkam, bepoyon, ajoyib g'aroyib manzarlarni ko'zim orqali bor kuchim bilan tushunirman. O'rmon sayohatidan qaytib kelish yo'lda qo'riqqa yaqin chig'ir yo'llar bilan minib, etizlarda qo'shib ketilgan otlarni, balkim biror traktorni ko'rishim mumkin. Yerga tayanib jon beqiyotgan erkin ozod kishilarni ko'rib olaman. Kun o'ltirdigan chog'dagi haybatlik, rangbar, ko'rkam manzarani ko'rib duo qilaman. Gugum paydida bo'lsa, sirtqi shaylarni sun'iy yorug'lik yordamida ko'rib shodlikqa cho'maman. Tabiat qorong'u tun yetib kelganligini jakarlagan chog'da insonlar talanti bilan ijod qilgan chiroq yorug'i orqali ko'rish iqtidorini o'zartgan. Men ko'zim ko'radigan birinchi kuni ko'zimga uyqu kelmaydi. Qalbim bu bir kunlik xotirlar bilan to'ladi. Qadrli anglag'uchi do'stlar, yuqorida Xelinkillarning Ko'zim ishkili ichiz edi nomli asarning 11-qismini anlatib o'tdik. Davomi keyingi sonda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'inglarga rahmat, xayr xo'sh. Quloq to'ngizga dunyo muzaffar taratqusi.
Qadrlik anglag'uchi do'stlar, mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tungi anglitishimizda dunyo tanlıq yazuvchi Helen Kellerning Ko'zim 3 kuli ijiz edi nomli asarining 11-qismini anglitib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qaynamiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmuni bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. İkinci kuni. Bu kuni men dunyoga, o'tib ketgan dunyo va hozirgi dunyoga aldirab tinib bir nazar solaman. İnsanlar taraqqiyotining ajoyibotlarini, sonsizlig'an o'zgarishlar bilan to'lgan qadim zamonni ko'rib chiqsam deyman. Buncha nurg'un yillarni qandoq bir kunga yig'inchoqlagan bo'lsin? Albatta, buni muzeylar orqali qilaman. Ko'zim ko'ralgan ikkinchi kuni men subhi bilan tang o'rnimdan turib, sirtga chiqib, qorong'u tun bilan yorug' kun almashqan. Odamni hayajon solgan mo'jizani tomosha qildim. Quyoshning saltanatli nuriga cheksiz hurmat bilan qarayman. Bu kuni men dunyoga, o'tib ketgan dunyo va hozirgi dunyoga aldirab tinib bir nazar solaman. İnsanlar taraqqiyotining ajoyibotlarini, sonsizlig'an o'zgarishlar bilan to'lgan qadim zamonni ko'rib chiqsam deyman. Buncha nurg'un yillarni qandoqmi bir kunga yig'inchoqlagan bo'lsin? Albatta, buni muzeylar orqali qilaman. Men tabiat tarixi muzeyiga berib, yer sharining qisqacha tarixini, u yerga tizilgan yer sharidagi aholini, u yerdagi tabiiy muhit bo'yicha tasvirlangan hayvonlar va insonlar, g'oyat zo'r dinozavr, toshga aylangan o'tkir tishli fillarni o'z ko'zim bilan ko'rsam deyman. Chunki ular insonlar paydo bo'lishidan ilgari yer sharida aylanib yurgan edi. Muzeyda yana hayvonlar, insonlar hamda amgak qurollarining taraqqiy qilish jarayoni, insonlarning bu qurollarni ishlatib, bu planetda o'zlariga bexatar puxta uylarni yasaganligi rostdakla tunishtirildi. Muzeydagi odamni jalb qilgan, hayot yashayotgan hayvonlarning har xil, har yog'iz turib tasvirlangan buyumlarni qanchalik kitobxonlarda ko'rganligimni bilmayman. Ammo fursat bo'lgan nurg'un kishilar bu fursatdan foydalanmadi. Bu yer haqiqatanmi siz ko'zingizda ishlatadigan obdancha. Chunki siz ko'zingiz ko'radiganlikin u yerda nurg'un foydali, unumli kunlarni o'tkazalaysiz. Holbuki tasavvurimdagi ko'zim ko'radigan vaqt 3 kun bo'lganligi uchun men aldirab tinib nazar solaman xolos. Keyingi bekitim Poytaxt san'at muzeyi. Poytaxt san'at muzeyi insonlar ro'yining sonsizlig'an kichik yon taraflarini namoyon qiladi. Butkul insoniyat tarix bosqichida insonlarning san'atga bo'lgan kuchlik, yalqinliq intilishi va ayni yemaklik o'zini yushiradigan makonga o'xshashla tahrirsiz bo'lgan. Bu yerda Poytaxt san'at muzeyining alomat yo'g'an ko'rgazma zalida Misr, Yunon, Rimning ruhi ularning san'atida ishbalanib ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Men qadimgi zamondagi Nil daryosi to'lidagi ilohlar va ayol ilohlarni qo'lim orqali aniq bildim. Batayning ibodatxonasidagi taxlidiy buyumlarni silab, Afina avantgard jangchilaridagi badan go'zallikni his qildim. Apollo, Venuslar meni shunchalik maftun qilib oldiki, qo'limni tortolmayli qoldim. Homerning jarohat va saqal bosgan chiroyi men uchun to'liq qimmatlik. Chunki u nimaning ko'rolmaslik, amal qilishganligini obdan biladi. Qo'llarim Rim va keyingi davrdagi rostdakli yasalgan marmar haykaldan mehrini o'zalmay qoldi. Qo'llarim Michelangelo yasagan Batur, qahramon Museyning ta'sirli tosh haykalini to'liq silab chiqdi. Men Rodinning kuch-qudratini his qildim. Qo'l bilan tutquli bo'lgan bu san'at buyumlari men uchun to'liq ahamiyatli. Ularni kishilarning tutish uchun qo'yilgan degandan ko'ra, ko'rib zo'q elish uchun qo'yilgan degan yaxshi. Men ko'rolmaydigan o xil go'zallikni faqatla qiyos qila olmayman. Gresiya lonkilarining oddiy siziqlardan huzur olalig'im bilan nusxalarini, bezaklarini ko'rolmayman. Shuning uchun bu kuni, ya'ni mang nur ato qilingan ikkinchi kuni insonlarning ruhini san'atdan izlayman. Silash sezimim bilan bilib olgan narsalarni ko'raman.
ajoyib saltanatlik butkul rasm dunyosi, ya'ni İtaliyaning surlik diniy tusga boy ibtidoiy san'atidan tortib, erkin fikr uslubidagi hozirgi zamon iqimidagi san'at mang darvozasini cho'ng ochdi. Men Rafael, Da Vinci, Rembrandtning maybo'yoq rasmlarini inchiklab ko'zitib chiqaman. Velonisaning issiq ranglarini qong'uch ko'rib, El Gilogoning sirlarini tadqiq qilaman. Ko'zinglar ko'ralaydigan kishilar. Sizlar tarixiy davrlardagi san'atdan shunchavala mo'l ma'no va go'zallikdan huzur ololaysizlar. Sirliq san'at o'rdisi qilgan bu qisqag'in sayohatimda ko'z oldimda namoyon bo'lgan buyuk san'at dunyosi qarta ozroqmi bahayimni berolmadim. Faqat yuzaki ta'sirotga ega bo'ldim. San'atkorlar menga san'atdan cho'nqur va haqiqiy yuzini zo'q ilish uchun ko'zni mashq qildirish kerakligini aytdi. Bir odam siziq, qurilma, shakl va rangning subtining a'lo yoki nacharligiga hukm qilishni tajriba orqali o'rganib olish kerak. Agar men ko'zim bilan ko'rib turib, odamni buncha maftun qilgan tadqiqot bilan shug'ullangan bo'lsam, qanchalik baxtli bo'lar edim, ha? Poytaxt san'at muzeyidan go'yo bo'ynimni bog'lagandek to'liq qiyinda ayrildim. U yerda go'zallikning ochquchi bor ekan. Ko'ralaydigan kishilarga poytaxt san'at muzeyiga berib, go'zallik ochquchini izlashning hojati yo'q ekan. Chunki o'xshash ochquch ularni kichikroq muzeylarda yoki kichikroq kutubxonalarning kitobjozlarida kutib turibdi. Ammo men tasavvurimdagi ko'zim ochilgan cheklik vaqt ichida men eng ko'p boylik qo'yilgan joyni qisqa vaqt ichida ochalaydigan ochquchni tanlab olishim kerak. Men yo'riqlikni ko'ralgan ikkinchi oqshomni teatrxona yoki kinoxonada o'tkazmoqchi. Men Hamletning jalbkor qad-qomatini yoki Elizabet davriga xos ochiq rangli kiyim kiygan, ko'tarangi ruhliq sho'x Fristofni o'z ko'zim bilan ko'rishni to'liq orzu qilaman. Hamletning har bir sipoga chiroyli harakatini, ruhiy urg'ib turgan Fristofning kerilib yurishlarini zan silib ko'rgim keladi. Sizlar ko'zinglar ko'ralgashga yaxshi ko'radigan har qanday o'yinni ko'ralaysizlar. Biror o'yin, biror kino ko'rganda yoki har qanday bir so'rinda bo'lganda bilmadim qanchaliklar sizlarni uning ranglari, go'zalliklari va nafs harakatlaridan huzurlantirganini ko'rish sezganlarning mo'jizasi ekanligini tunib yetalaysizlarkin. Minnatdor bo'lsizlarkin. Hayotim qo'l bilan tutib yiqish bilan cheklanadigan doirada o'tganlik uchun ritmliq nafs harakat go'zalligidan zo'q ololmayman. Ammo Bagalovaning go'zalligi, latofatini xira bo'lsin tasavvur qila olmayman. Muzikaning poldagi titrishidan uning ritmini doim sezib turg'ashqa, ritm harakatining shodlik sezimini azroq bilalayman. Shu ritmli harakatning dunyo bo'yicha ko'zni chaqnatgan eng nafs manzirini hosil qilganligini tasavvur qila olmayman. Marmar haykalning siziqlarini silab, uningga oz to'la hukm qila olmayman. Shunga jimjit holatdagi go'zallik odamni buncha hayajonga solgan yerda harakat go'zalligi balkim odamni texmi maftun qilib suyundirar, ha? Eng qadrlaydigan xotiramning biri shuki, Joseph Jefferson o'zi amroq Rip Van Wink'ni so'zlab, yasab tushuntirayotganda u yuzi va qo'llarini silab beqishimga ruxsat qilgan edi. Men teatr dunyosini azroq bilaman. O ko'ngilli chog'larni umrim bo'yi unutmayman. Ammo teatr qo'yilayotgan chog'dagi dialog va harakatning o'zaro rolini o'z ko'zim bilan ko'rishni, quloqim bilan anglashni bakmo arzu qilaman. Ko'zinglar ko'ralaydigan sizlar bo'lsanglar, buningdan naqadar shodlansizlar, ha? Navada men bir maydon bo'lsam o'yin ko'raligan bo'lsam edim, men amalar yezqi bilan o'qigan yoki tushungan 100 ga yaqin teatr vaqaligini qalbimda qanday tasvirlashni bilib olatdim. Shunga men ko'nglimda to'qib chiqqan ko'zim ko'radigan bo'lgan ikkinchi kun oqshimi uxlamasdan teatr adabiyotidan zo'q olgan bo'latdim. Uchinchi kuni. Men bugunni hozirgi kunlik turmush dunyosida o'tkazman. Turmush halaqchilikka chapadigan kishilar bordigan yerga borman.
kishilarning Nyu-Yorkdek shuncha ko'p harakat faoliyati va ajoyib g'aroyib holatlarni na'dan topqili bo'lar? Mushu o'y bilan men shaharlarni nishon qildim. Keyingi kuni saharda men yana bir navbat subhini kutib olishga, yangi xushallik tepishga aldirayman. O'zim to'qib chiqqan mo'jiza muhulti bo'yicha aytganda, bu kun ko'zim ko'ra oladigan bo'lganning 3-kuni. Shundaqla eng oxirgi bir kuni. Ko'rishga tegishli narsalar intayin ko'p bo'lg'ashqa, mening o'kinish va asabiy qizg'inlik ichida yurgidek hech qanday vaqtim qolmadi. Bugun men kundalik turmush dunyosida kun o'tkazman. Turmush halakchiligiga chopadigan kishilar bordigan yerga borman. Kishilarning Nyu-Yorkdek shuncha ko'p harakat faoliyati va ajoyib g'aroyib holatlarni na'dan topqili bo'lar? Mushu o'y bilan men shaharlarni nishon qildim. Men uyimdan uzoq orol Long Islandning Frost degan yerdagi kichik, ammo tinch shahar atrof rayonidan yo'lga chiqdim. Bu yerda yeshil maxmal kabi o'tliqlar, dal-daraxtlar, chiroyli gullar bor. Hamma yerda ayollar, ballarning shadxo'ram ovozi, faoliyati va baxt navosi. Men mashinamni haydab, Isti daryosiga silingan tasma shakillik po'lat ko'rikdan o'tib, odam miyasining qudrati va xos ijodchiligiga qarta yep-yangi ta'sirotga ega bo'laman. Aldirash paraxutlar daryo tatatlab yurdi. Yana tez suratli katerlar. Eg'ir pishildab, asta yuradigan chotma kemalarmi bor. Agar keyingi vaqtda yana ko'zim ko'radigan kunlar bo'lib qolsa, men mush daryodagi qaynam tashqiliq to'lgan manzarani ko'proq uzoqroq ko'rib olaman. Oldingi nazar selib edim Nyu-Yorkning shahri. Afsona kitoblarning varaqlaridan ko'chirib kelingan shahardagi o'xshash ajoyib ko'rkam, egiz binolar qad ko'tarib turibdi. Naqadar hayvat imoratlar bu. Cherkov minorining yaltirab turgan uchi, keng ketgan toshdan qo'pirilgan mustahkam to'smalarni ilohlar o'zlari uchun yasagandek bilinadi. Bu ta'sirli ko'rinishlar millionlagan kishilarning kunlik turmushining bir qismi. Bilmadim, qanchalik odam kayniga qayrilib bu manzarga nazar solarkin. Bunaqlar nayt oz bo'lsa kerak. Ular to'liq ko'rib tonish bo'lib ketgachga bu hayvatlik, go'zal manzarlarni ko'rsimi, ko'rmasga soladi. Men tez minib, yo'g'on, katta, surlik imoratlarning biri bo'lgan Imperiya sariyining eng ustiga chiqdim. Chunki men texi yaqinda u yerda turib, katibning ko'zining yordamida bu shaharga nazar solgan edim. Shunga tasavvurim bilan amaliyotni bir selishtirib baqqim bor. Ishonamanki, ko'z oldimda namoyon bo'lgan butkul manzara meni hargiz noumid qo'ymaydi. Chunki men uchun u boshqa bir dunyoning manzarasi. Men bu shaharni aylanishga boshladim. Oldi bilan Avad ko'chining bir burchiga turib, kishilarga qarab, ularni ko'zitish orqali ularning turmushini tushunishga urindim. Ularning chehradagi shodiyon tabassumni ko'rib, xushal bo'ldim. Keskin qarorlarni ko'rib, iftixorlik his qildim. Azob mushkullarni ko'rib, ixtiyorsiz ich chaqirdim. Men 5-ko'chani bo'ylab sayl qildim. Atrofga asta nazar soldim. Nazarimni ma'lum bir alohida nishon qaratmadim. Turli tuman manzarlarni ko'rib qolmadim. Ishonamanki, kishilar to'p ichida yurgan ayollarning rangarang kiyimlari men ko'rib qolmaydigan eng esil manzara. Agar men ko'ra oladigan bo'lsam, menmi ko'p sondagi boshqa ayollarga o'xshash ko'plagan chaqnoq ranglarga ancha ko'ngil bo'lmay, ayrim kiyimlarning fasoni va modalarga diqqat qilgan bo'lardim. Yana shuningga ishonamanki, men odatimni o'zgartirmaydigan vitrina xaridori bo'lib qolaman. Chunki tizib qo'yilgan sonsiz esil buyumlardan huzur olish bir xil baxt. 5-ko'chadan boshlab aylanib menib bog'cha ko'chasiga keldim. Nomratlarning ko'lbilariga, zavodlarga bordim. Men yana bolalar o'ynayotgan bog'chaga bordim. Texi chet elliklar o'ltiraq rayoniga berib, chet elga bormay turib, chet elni sayohat qilaman. Yana chunqurlab tekshirish, kishilarning qanday ishlayotganligi,
qanday yashayotganligini bilishga o'ng'ay bo'lishni nazarda tutib, baxtiyorlik va fojialik manzara ahvollarga boshdan oxiri ko'zimni yo'g'on ichib, zansilib qarayman. Qalbim odam va shaylar obraz bilan to'ldi. Ko'zlarim kichik ishlarni saqit qilmay ko'raliganligi shaylarning hammasiga yaqindan diqqat qilishga tirishadi. Ba'zi ko'rinishlar odamni xushal qiladi, nast xush qiladi. Lekin ba'zi ko'rinishlar to'limi echinishlik bo'lib, yurakni ezadi. Bu ahvollarni ko'rganda hargiz ko'zimni yumib olmayman. Chunki ularmi turmushning bir qismi. Shunga ularni ko'rganda ko'zni yumib olish qalbini etib olganga, o'y fikrni etib olganga barobar. Ko'ralaydigan bo'lgan 3-kunmi oxirlashay deb qoldi. Qolgan mushu bir necha soat vaqt ichida ko'rib olishga, qilib olishga tegishlik yana nurg'un muhim va jiddiy ishlar bor bo'lishi mumkin. Ammo mushu oxirgi oqshimi insonlar qalbidagi ovozni obrazliq anglash uchun yana teatrxonaga berib, toza qiziq va kulkilik bir o'yin ko'rishimdan andish qilyapman. Tun yerim bo'lgan chaqda men amallik jafosidan qutulgan qisqagina vaqt oxirlashdi. Mangulik qorong'ulik yana yinimga qistab keldi. Bu 3 kun ichida tabiiyki men ko'rishni orzu qilgan jimi narsani ko'rib bo'la olmayman. Qorong'u zulmat yana menga hujum qilib kelganda, ondan qanchalik narsalarni ko'ra olmay qolganligimni his qilib ketaman. Vaholanki, qalbim shirin aslamalar bilan to'lganlikdan o'kinib afsuslangan vaqtim nihoyat oz bo'ldi. Bundan keyin men har bir buyumni silganda xotiram u buyumlarning turqini, shaklini ro'shan aks ettirib berdi. Ko'zim qaytadan ko'ranadigan bo'lgan bu 3 kunni qanday o'tkazganligim haqidagi bayonlarim ehtimol qiyosingizda sizning ko'zingizning ko'rishdan mahrum bo'lganligini bilgan vaqtingizda qilgan o'rinlashtirishingiz bilan bardek bo'lmasligi mumkin. Ammo shuningga ishonamanki, agar siz haqiqatan bunday yomon taqdirga duch kelgudek bo'lsangiz, nazaringiz imkon qadar ilgari zotli ko'rib baxmagan narsalarga tushadi hamda buningdan keyingi uzoq qorong'ulikda foydalanish uchun uni xotirasida mahkam saqlaydi. Siz ko'radigan narsalarning hammasi siz uchun shunchalik qadrli bo'ldi. Sizning qarashlaringiz ko'rish doirangizda paydo bo'lgan barliq buyumni qong'idek ko'rib oldi. Keyin bo'lsa, siz ko'z oldingizda butunlay etib etilgan bir dunyoning namoyon bo'lganligini haqiqiy yuzini ko'rasiz. Ko'z ko'rolmaydigan men, ko'z ko'ralaydigan kishilarning samiga mundaq bir ishni salmoqchiman. Siz go'yo atli ko'rolmaydigan bo'lib qilishdek balo-qazoga yo'liqadigan tarzda ko'zingizni ishlatishga mahir bo'ling. O'xshash chora bilan boshqa a'zolaringizdan foydalaning. Muzikaning yaqinlik ovozini, qushlarning shodiyona nag'ma ovozini, orkestrning haybatlik, jarangliq yangroq kuyini obdan tashib eling. Xuddi siz atli g'oz bo'lib qilishdek yomon taqdirga yo'liqadigandek. Silib olsam deb o'ylagan buyumlarni silib edim. Go'yo atil tutish sezguyingizdan ojizlab ketadigandek. Yangi echilgan gullarni purib eling. Esil nozik ne'matlarni tetib eling. Go'yo atila purash tetish sezimingiz yo'qolib ketadigandek. Gapning qisqasi, har bir a'zoyingizdan to'liq foydalanib, tabiat ato qilgan turli tutish vositasi orqali dunyo sizga namoyon qilgan barliq xushal-xuram ham go'zal tafsilotlardan faxrlaning. Shuningga ishonamanki, barliq a'zolar ichida ko'rish sezgusi odamni hammadan bak shod aylaydi va suyundiradi. Qadrli anglag'uchi do'stlar, yuqorida Helen Kellerning Ko'zim 3 kun ichis edi nomli asarining 12 qismini anglitib o'tdik. Shuning bilan asar mush yerda to'liq tamomlandi. Do'stlarning yoqtirib anglag'iniga va qo'llab-quvvatligiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Kunlaringizga xushallik va baxt-omad mangu yor bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad.